Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda past simple zamonini o'rganamiz. Ya'ni past simple degani bu o'zbek tilida o'tgan zamon degani. Xo'p, keling buni qanaqa qilib yasaymiz? Buni birgalikda o'rganamiz. Ya'ni biza past simple ni yasash uchun verbga ed qo'shamiz. Misol uchun, ya'ni present simple'da bitta gap berildi. Misol uchun, I play football. Endi buni o'tgan zamonga o'giramiz. Ya'ni biza shunchaki verbga ed qo'shib oldik va uni o'tgan zamonga o'zgartirdik. Ya'ni I played football. Ya'ni men futbol o'ynadim. Endi buni qoida asosida, ya'ni formula asosida o'rganadigan bo'lsak, pozitiv shaklini ko'radigan bo'lsak, birinchi subject, verb, ed, keyin object keladi. Misol uchun gap tuzadigan bo'lsam, subject o'rniga I qo'ydim. Verb edga clean, ya'ni keyin uni clean etib yubordim. Keyin objectga my roomni tanladim. Shunda gapni to'liq o'qiydigan bo'lsam, I cleaned my room. Men xonamni tozaladim. Ya'ni shunchaki pozitiv shaklda verbga ed qo'shib olsangiz bo'ldi. Faqat u to'g'ri verb bo'lishi kerak. Endi negativ shaklini ko'radigan bo'lsak, birinchi subject, undan keyin didn't, ya'ni did not ni qisqartirmasi. Keyin verb, keyin object. Bunga ham bir misol ko'radigan bo'lsak, I didn't clean my room. Bu yerda negativ shaklida asosiy farqi, ya'ni verbga ed qo'shmaysiz. Qachonki u inkor bo'lsa. Shunchaki verbni o'zini shaklini yozib qo'yasiz. Clean bo'lsa clean, buy bo'lsa buy. Shunchaki did notdan keyin verbni o'zini holatida qoldirasiz. Keyingisi bizda question shaklini ko'radigan bo'lsak, birinchi did keladi, keyin subject, keyin verb, keyin object. Ya'ni bizda did subjectdan oldin keladi. Ya'ni did bu yerda o'tgan zamonni yordamchi fe'li. Endi bu formula asosida gap tuzadigan bo'lsak, did I clean my room? Men xonamni tozaladimmi? Ya'ni gapni to'liq tarjima qilsak shu tarzda bo'ladi. Do'stlar, sizlar bilan yana ko'pchilik qiladigan xatolarni ko'radigan bo'lsak, misol uchun try ed, ya'ni biza buni ko'pincha try it qilib qo'yamiz. Try it. Ya'ni bunaqa qilsak xato bo'ladi. Chunki bizda oxiri y bilan tugasa, biza uni o'chirib, o'rniga ed qo'yishimiz kerak. Misol uchun try, ya'ni y o'chyapti, biza o'rniga ed qo'yamiz. Misol uchun copy, bitta ham y ni olib tashlaymiz, ed qo'yamiz. Copied. Study, studied. Carry, carried. Mana shu tartibda shu tarzdagi verblarga ed qo'shib yuboramiz. Yana bizda ko'pchilik qiladigan xatoyimiz planga ed qo'shib, uni planet qilib qo'yamiz. Ya'ni bu bizda xato hisoblanadi. Sababi ikkita undosh harf o'rtasida bitta unli harf kelyapti. Shu sababdan biz uni ikkilantirishimiz kerak. Ya'ni plan bo'lsa planet. Ya'ni bitta L bilan N o'rtasida A harfi qolib ketgan. Ya'ni biz bu vaziyatda N ni ikkilantirib olamiz. Ya'ni yana bitta N yozamiz, keyin ed qo'shib olamiz. Shu tarzda planet bo'lib ketadi. Misol uchun run, ya'ni R bilan N orasida U, ya'ni unli bu ham. Bu ham runnet bo'lib ketadi.
Keyingisi stop. T bilan P'ni orasida O qolib ketgan. Ya'ni buni stop it qilib yuboramiz. Keyingisi prefer. Ya'ni F bilan R ni o'rtasida I qolib ketgan. Shu sababdan buni preferred qilib yuboramiz. Xullas, shu tarzda o'zgartiramiz. Endi bizni past simple bilan keladigan kalit so'zlarni ko'radigan bo'lsak, buni misollar orqali yozganman. Keling misollarni tarjima qilamiz. Yesterday I studied English for 2 hours. Kecha men 2 soat ingliz tili o'rgandim. Bu yerda kalit so'zimiz yesterday. Last week we played football after school. O'tgan hafta o'sha maktabdan so'ng biz futbol o'ynadik. Bu yerda kalit so'z last week, ya'ni o'tgan hafta. She watched an interesting movie last night. Ya'ni u o'tgan tun qiziqarli bitta kino ko'rdi. Bitta kalit so'zimiz last night, ya'ni o'tgan tun. He worked in a small company last year. U o'tgan yili kichik bitta kompaniyada ishladi. Bitta kalit so'zimiz last year. 2 years ago, they visited Samarkand with their family. Ular 2 yil oldin o'zlarining oilasi bilan Samarqandni ko'rgani borishdi. Samarqandga tashrif buyurishdi. Bu yerda kalit so'zimiz 2 years ago, ya'ni 2 yil avval. Yesterday I cleaned my room and organized my books. Kecha men xonamni tozaladim va kitoblarimni tartibladim. Bu yerda kalit so'zimiz yesterday. In 2022, my father built a new house. 2020-yil meni dadam yangi bitta uy qurdi. Bu kalit so'zimiz in 2022, ya'ni 2020-yilda. Then we finished the exam and left the classroom. Keyin biz imtihonni tugatdik va sinfxonani tark etdik. Bu yerda kalit so'zimiz keyin, ya'ni then. Then degani keyin. In the past, she learned English by herself. Ya'ni u o'tmishda ingliz tilini o'zi o'rgandi. Ya'ni bu yerda in the past, o'tmishda. When I was a child, I met my best friend. Bolaligimda men do'stim bilan uchrashardim. Ya'ni bu yerda when I was a child, ya'ni bolaligimda. Xo'p, do'stlar, bugungi sizga o'rgatmoqchi bo'lgan va sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Agar videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, like va obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu keyingi darsliklarni chiqarishimiz uchun juda muhim. Keyingi darsimizda sizlar bilan irregular verbs, ya'ni past simple'da irregular verbs'ni qanaqa ishlatishni o'rganamiz. Ya'ni uning shakllari qanaqa o'zgaradi, buni birma-bir misollar orqali o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.